Yaqinda bir opa keldida, shu katta o'g'lim yaxshi o'qimayapti, shuni sizlarga bersam, sizlar bilan ishlasa. O'qimasa nimaga bizga berasiz desam, o'qimayapti-da, o'qimasa usta bo'ladi dedim. Bir jahlim chiqdi-da, kim aytdi sizga o'qimaganlar usta bo'ladi deb. Biz ham o'qimaganlarni ishga olmaymiz. Chunki o'qimasa, hech narsani bilmasa biz bilan qanday ishlaydi? O'qimaganlarni olganmiz. Salapichi ish o'rganadi, chiqib ketadi. Biz 10 so'm qiladigan narsani 5 so'm qiladi. U 5 so'mga ham yarasha qilmaydi-da. Ustalar sha'niga yaxshi gap olib kelmaydi. O'qish kerak, o'qimasa biz ham ololmaymiz, chunki matematikani bilish kerak, fizikani bilish kerak, geometriyani bilish kerak. Keyin aytdim-da, masalan, nazliklarni dedim, hamma ustalar o'qimagan bo'ladi. To'g'ri, tabiiy holat, ustalarning kiyimi unaqa yangi bo'lmaydi, chunki ish kiyimda bo'ladi. G'isht uruvchimi, beton qo'yuvchimi, tom yopamiz, shuvoq qilamiz, kafel qo'yamiz, abdelka qilamiz, jamiki ustalar. Keyin aytdim, opa, baland binolarda o'tiribsizlar. Shularni ham ustalar qurgan. Hamma usta ham unaqa o'qimagan bo'lmaydi. O'qiganligi uchun zo'r usta bo'lyapti. Ko'pchilikning nazarida ustalar o'qimagan, qoloq yoki bir alkash deb shunaqa o'ylashadi shekilli. Yo'q, aslida o'qiganligi uchun zo'r usta bo'lyapti. O'qimaganlar usta bo'la olmaydi. Allohga behisob shukr, shu ustachilikning orqasidan shuncha hurmat, shuncha e'tibor qozonyapmiz. Shunaqa ustalar ham o'qigan bo'ladi. Endi boshqalarning nazdida bilmadim. Yaqinda bir opa keldida, shu katta o'g'lim yaxshi o'qimayapti, shuni sizlarga bersam, sizlar bilan ishlasa. O'qimasa nimaga bizga berasiz desam, o'qimayapti-da, o'qimasa usta bo'ladi dedim. Bir jahlim chiqdi-da, kim aytdi sizga o'qimaganlar usta bo'ladi deb. Biz ham o'qimaganlarni ishga olmaymiz. Chunki o'qimasa, hech narsani bilmasa biz bilan qanday ishlaydi? O'qimaganlarni olganmiz. Salapichi ish o'rganadi, chiqib ketadi. Biz 10 so'm qiladigan narsani 5 so'm qiladi. U 5 so'mga ham yarasha qilmaydi-da. Ustalar sha'niga yaxshi gap olib kelmaydi. O'qish kerak, o'qimasa biz ham ololmaymiz, chunki matematikani bilish kerak, fizikani bilish kerak, geometriyani bilish kerak. Keyin aytdim-da, masalan, nazliklarni dedim, hamma ustalar o'qimagan